Demak, ikkinchi darsligimiz. Filtrni ichidagi suvni chiqarib oldik, zaxira bakini yopib oldik, avariyni kranni yopib oldik. Keyingi qilinadigan ish mana bu kranlarni ham yopib olish bo'ladi. Mana yopamiz va suv filtrini tashqariga o'zimizga qulay bo'lgan joyga chiqarib olamiz. Mana shu holatda chiqarsak bo'ladi. Shilanglarni uzsak ham bo'ladi, uzmasak ham bo'ladi. Hozir biz shilanglarni uzun-uzun qilib o'rnatganmiz, sababi shu filtr almashtirish jarayonida shilanglari uzilib o'tirmasligi uchun. Yana qaytarib ulab qaysini ulashlariga yana videoga qarab o'tirmasligi uchun mana shu holatda chiqaradigan qilib uzun holatda qo'yganmiz. Demak, mana shu holatda chiqarib oldik. Ko'pchilik uzib yana qaytadan ulashi mumkin. Shuning uchun yana qaytadan tushuntirib o'taman. Hozir agar uzgan bo'lsangiz qaysiniga ulashdi. Demak, tokni uzib qo'ysak ham bo'ladi. Mana qo'ydik. Birinchi mana bu tokdan keyin birinchiga zaxira baki ulanadi. Mana zaxira bakini ulaysiz agar siz uzib chiqaradigan bo'lsangiz keyin ulash jarayonida. Pure water toza suv. Ya'ni mana bu shilang smestitvni sariq tarafiga ulanadi. Mana bu shilang uchinchi o'rtadagi. Bu shilang kumush tarafiga ulanadi. Mana bu kirish suvga ulanadi, ikkinchi oxirdan ikkinchi. Mana bu chiqindi suv, ya'ni kanalizatsiyaga ulanadi do'stlar. Shunday ulasalaringiz bo'ladi, keyin uzgan bo'lsalaringiz. Yana qaytadan. Demak, mana bu ustki qismini ochib filtrlarni almashtiramiz do'stlar. Ustki qismini ochish juda ham oson. Buning uchun mana shu yuqori arqa tarafidan mana shunday ishlab, shunday tepaga tortsak mana ochiladi. Va 3 ta bosqichni almashtirishimizga to'g'ri keladi. Demak, ключ bilan bo'shatib olamiz buni. Demak, 4-bosqichda ham bo'shatamiz, ya'ni to'rttalasini ham almashtirishni o'rgataman hozir sizlarga. Xohlasalaringiz 3 tasini almashtirasiz, xohlasalaringiz 4-sini ham. 4-si qachon almashtiriladi deganda, mana bu 3 ta bosqich 3 oydan 6 oygacha almashtirilsa, ba'zi suvlarda 3 oyda, ba'zi suvlarda 6 oyda suvning ifloslik darajasiga qaraydi. Mana bu membranasi suv kam chiqarib qolgandan keyin apparat suvni o'zi kam chiqarib qoladi, zaxira bakini ancha vaqtda to'ldiradigan bo'lib qoladi. O'shanday vaqtda membranasi almashadi ichidagi T33 filtrlari bilan. Demak, ochib olamiz. Soat strelkasiga qarama-qarshi tarafga aylantiramiz. Juda oson. Mana bu salniklarda kuzatamiz. Mana shu holatda joyida turish kerak. Bu o'ynab chiqib ketgan bo'lsa suv oqishi mumkin. Bu filtrimizda bitta salnik bo'ladi mana. Mana ichida bo'lmaydi. Mana shu holatda mana joyida joylashgan. Demak, har 6 oyda mana shu uchalasini 3 oy yoki 6 oyda almashtiramiz. Membranasini misol to'lib qoldi, almashtirishga to'g'ri keladi. Buni ham ochamiz mana. Membrana almashganda mana bu filtrlar ham qaytadan almashtirilishi kerak, yangi qo'yilishi kerak do'stlar. Bular almashganda membrana almashish shart emas, lekin membrana almashganda bularni ham yana qaytadan qo'yish kerak. Misol 2 yilda bir almashtirsangiz, 2 yilda bir yana bularni bir to'rttalasini almashtirasiz. Общий, ya'ni T33lar bilan. 6 oyda bir 95 ming so'm xarajat qilsangiz, 1 yil, 2 yil yoki 3 yilda 400 ming so'm xarajat qilib polностью almashtirasiz do'stlar. Hamma joyini, filtrlarni. Juda oson, bu o'rgatib qo'yamiz hozir. Mana membranasini ham ochib oldik. Videoni davomi 3-darsligimizda ushbu ko'rsatkich ko'rsatayotgan video ustiga bossangiz 3-darsligimizni ko'rasiz.